Hazrati Ulug'bek observatoriyalariga kirish niyatida ketyapmiz. Ana chiroyli yo'llardan ancha o'sha mehmonlar bizdan oldin kirib chiqib bo'pti, chet elliklar. Ulug'bek observatoriyasi. O'zbekcha nomi ham bormi observatoriyani? Rasadxona bo'lsa? Kovla olganmi? Avval bo'lishi kerak, u aqapos kum tashlaganda oldin. Yo'q, davomi nima endi? U nariyog'i 90 gradus tepani ko'radi. Mana bular 45 gradus burchak bo'ldi shu osmonni kuzatgani. Amir Temur davriga oid vaqf yerlarini in'om etish to'g'risidagi hujjat ekan. asrda madrasalarda o'qitilgan kitoblar, Qur'on namunalari. Ikkovsinami? Bo'pti, hop. Mirzo Ulug'bekning asosiy asari Zijji Jiddiy Qur'oniy asar o'z ichiga 1018 ta yulduzning katalogini olgan. Mana shu haqiqiysi. O'zimizda saqlanib qolgani inshaalloh. Bosqinchilarimiz olib ketib yormaganida qolganini olib ketgani bor hali qancha-qanchalari.